Naqsh Farida Qasımның qızı. Bunundan 21 yıl burun apamdan vaqtsiz ayrıldık. Onundan keyingi kunlarda men, dadam, çoğ apam, qarindoshlarım bilan birga yashadim. Kuyucimiz Farida Qasımның naqshlarini ko'pchilik mastonalar to'lim yaxshi ko'radi. Bugungi kunda biz aslimlarimiz bilan bugunimizni yug'urib turib, ko'klam nomli naqshini Feruzaning ovozida qaytadan suratlik ishlab chiqishimizda bir turlik seg'inishlarimiz bor, muhabbatimiz bor. Eng muhimi Feruzaga sog'an payandozimiz bor, ham yuklagan umidlarimiz bor. Bahar, güzel aziz nigar, visal izlep buldum